Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, navbatdagi kaptarlar uchun temir qafaslarimiz baquvvatgina bo'lib bitdi. E'tiborlarga havola qilamiz. Undan avval esa kanalimiz ravnaqi uchun bir donadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Zakazga tayyorladik qafasimiz, yo'llari ko'rib turganingizdek tekstolet HDF materiallardan foydalanganmiz. Shipperlar esa baquvvat, setkalari esa 2ga 1 qalin setkalardan, rossiyskiy setkalardan tortganmiz. Eshiklar esa har doimgidek chiroyli arka shaklida bo'lgan, splashnoy, odam kirib chiqish uchun xalaqit qilmaydigan holatda. Ichlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bo'yi ham xalaqit qilmaydi, mana. Bu qafasimiz mana chiroyli holatda ochilib yopilishlari, portichkalari. Juplash xonalari bor. Jami 15 dona arka shaklida keng holatda uyalar mavjud. Ranglari chokko shokolad. Qo'noqlari mana profildan bo'lgan. Materiallar esa bez uloq mana. Sepilmagan holati, baquvvat holatda 1.4, 1.5 gacha nijvinli materiallardan tortganmiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, qafasimizni balandligi 2 metr, uzunligi 1.40, yon tomoni esa 1.10 santimetrni o'z ichiga oladi. Oyoqlariga roliklarni oson yurish maqsadida qo'yib qo'yganmiz va qiynalmay ayollarimiz ham buni bemalol u yoqdan bu yoqqa jildirib ishlatishlari mumkin. Mana bu yerda esa mana gigant qafasimiz, xitoycha tomlari bir o'ziga yarashgan, chiroyli holatda qilib tayyorlaganmiz. Qafasimizning razmeri 3,5 metr uzunligi, yon tomoni 1,5 metr, balandligi esa 260 santimetr, 3 ta jami portichkalari bor. Bahaybat qafasimiz. Eshiklari esa mana e'tibor bering, juda ham chiroyli holatda did bilan ishlangan qo'l bola mehnatimiz. Va mana qulf ilib qo'yganmiz bu qafasimizga. Eshiklariga baho beringlar, mana nijvinli materiallardan tortganmiz. Balonlari bor va ichlariga kiramiz. Jami 72 ta arka shaklida uyalar mavjud. Qo'noqlari ko'rib turganingizdek yetarli darajada. Parlash xonasi bor mana. Ikkala tomonda ham parlash xonalarini o'rnatib qo'yganmiz o'rtasidan bo'lib. Ikkala tomonda ham uyalari bor. Uyalari mavjud mana arka shaklida. Keng holat ichlari ham va xudo xolasa svit montajlari qo'ygan. Xudo xolasa orada bir qo'limiz tekkanda svitlarni ham chiroyli qilib tortib qo'yamiz. Yana ham chiroyli did qo'shib turadi. Bu qafasimizni nafaqat xonadonga, restoranlarga qo'yib foydalansa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli ishlangan xudo xolasa qafasimiz. Bez uloq nijvinli materiallardan, 2 qalin ko'z setkalardan va mana bu qismlari esa suv shinmaydi HDF materiallardan tozasidan o'rnatganmiz. Yoniga ham va bunga ham g'ildiraklarni baquvvatidan qo'yib, tormozlargacha o'rnatib qo'yganmiz. U yoqdan bu yoqqa siljitib yurish mumkin. Tomlari juda ham chiroyli, mana xitoycha bir Jumon kinosini eslatib o'radi azizlar. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Mana bu yerda esa uzunligi 1.40, yon tomoni 1.10, balandligi 2 metrli zakazga tayyorladik buni o'zimiz Namanganga. Portichkalari mana. Juda ham chiroyli. Vakuum holatda ochilib yopiladi. Va ichida mana katta ko'p boqmas ekanlar, lekin tozasini boqar ekanlar. Zakazga tayyorladik. Parlash xonasi har doimgidek arka shaklida keng holatda 45 ga 35 holatda uyalar mavjud. Jami 6 dona uyalar bor va qo'noqlarni 2 qator qilib tortib qo'yganmiz. Ichlari ham keng holatda. Bemalol tashqariga chiqarmay boqsa ham bo'ladi, parvarish qilsa bo'ladi. Setkalar esa 2ga 1 qalin rossiyskiy setkalardan. Eshiklari mana eshiklarni chokko rangda, och shokoladda ajratganmiz va korpuslari esa to'q shokolad rangiga, uylarini travertinlariga, bezaklariga tushish maqsadida chiroyli qilib ajratib tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. 94lik kodi bilan 273 73 53 raqamiga bemalol murojaat qilib bog'lanishlaring mumkin. Temir qafaslarni tayyorlab yetkazib beramiz. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.